Onalar ham yig'laydi, bilasizlarmi? Shunday bir kun o'tiradi, sajdaga shunday boshini qo'yadi-da, yoki prosta sajdaga boshini qo'yish ham shart emas. Prosta bolam meni bugun ko'nglimni og'ritdi deb shunday Allohga aytib beradi, tugaysizlar o'sha kuni. Tugaymiz. Prosta tugaymiz. Ko'chada urush qilyapsiz-da, onangizga kelib baqiryapsiz. Kimsiz? Ishoninglar, sizlarning yoshlaringizdagi bolalar ota-onasi sizlardan qo'rqadi, bilasizlarmi? Sizlarga ochiqchasi gapira olmaydilar, bilasizlarmi? Nima uchun? Aqirib tashlaysizlar. Ko'zlaring suzib ketasizlarmi? Insonlar, ona-u. Sizlar mana shunchagina bo'lganlaringizda, shunday bir joylaringiz og'riganda yig'laganda, isitmangiz chiqqan yoki yiqilib tushgansiz, qeringiz qonagan, shunga u o'tirib yig'lagan siz bilan qo'shilib. Men ona bo'lib shuni bilyapman-da. Lekin sizlar qalbiga ozor berishdan qo'rqmayapsizlar. Tushunyapsizlarmi farqni? Bizda fiziki zararga onamiz kelib yig'layapti. Biz esa qalbini og'rityapmiz, ko'chaga chiqib ketamiz jo'ramiz bilan, dugonamiz bilan, hech narsani his qilmasdan.